hozir bugunga tayyorlagan yumruqlarimiz, planimizdan chiqqan narsalarni nima bir tanishtirib o'taman. Nonimizga obuna bo'ling. Burachani qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, kela. Bu 4 metrlik brus bo'ladi. Endi qorong'i tushib qoldi. Aytib yurmaysizlar. Ilojini qilib olyapmiz. Bu 4 metrlik strap bo'ladi. 2 metrlik emas. Iloji boricha ko'rintirib berishga harakat qilamiz. Tekis xudo xolasa hammasi kelaverasizlar. Bemalol. Chotki. Buni razmeri 7 ga 10 7 ga 13 bo'ladi. Bulardagi 4 ga 12 bo'ladi. Xudo xolasa kelaverasizlar aka, manzil kirgilar ruxsorroq orasida. Pastda nomer qoldiraman. Aloqalashib kelaverasizlar aka. Xudo xolasa sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.